Green Card'a o'zi bu nima? 50 mingta kvota berilgandan keyin bu har davlatga bo'linadi, butun dunyoning davlatlariga. Hamma aytishadi, Donald Trump admin qilmoqchi, Donald Trump qilmoqchi diyor. Lekin men afsuski bu narsani aytaman, asossida aytiladi-yu, yolg'on gapirayotganingni bittada bilib oladi. Va qanaqa bilib oladi? Ular chisti psixologiya. Oddiy sizga qarab ham shuni salom-alik qilganingizdan o'sha qanaqa dovdirayotganingizni, qo'llaringizni mimikasiga variantni to'g'ri tanlash kerak, yoshga mos tanlash kerak. Nimaga aytdim 19-20 yoshliga Visa Story turizm qilib topshirib bo'lmaydi. Bu bekorga emas. Ularga nima topshirib bo'ladi? 19-20 yoshlik qanaqa yoshda? Bu o'qish yoshida. Misol uchun ko'pchilik Visa Center 10 talab, 20 talab klient ola olmasa, bitta klientdan o'sha 10 ta pulini chiqarishni xohlaydi. Ya'ni Visa Story quradi, ichida o'zining uslugasi ham bo'ladi. Shundan o'shanda kompaniya tanlayotganingizda ham hujjat bo'yicha topshirishga o'tkazilgan ahdlarni e'tibor beringlar. Har bitta reklamaga e'tibor berib ketavermanglar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videolarimizda juda qiziqarli ma'lumotlarni aytib boraman va videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Undan oldin Instagram profilimga, TikTok profilimga va Telegram kanalimga obuna bo'lib qolishingizni maslahat beraman va Grand Visaning YouTube kanallariga ham obuna bo'lib qo'ying. Ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bu hamma profillar mana yozilib o'tildi. Do'stlar, ana boshladik. Green Card'a kelyapti. Ozgincha kun qoldi. Green Card'a o'zi bu nima? Green Card'a bu birinchidan aytib o'taman, bu Amerika tomonidan siyosatda davlat yuqori har taraflama ko'tarishga o'ylab topilgan narsa. Bu shundan iboratki, что Green Card'ga 50 mingta kvota beriladi har yili. 50 mingta kvota berilgandan keyin bu har davlatga bo'linadi, butun dunyoning davlatlariga. Va har bir davlatdan 7% o'sha yutib chiqqan, например, 300 ta odam yutib chiqsa ham 7% ni taxminiy olishadi. Viza berishni boshlashadi. Va bir narsani biling. Green Card'ning ichidan professorlar yutgan bo'lishi mumkin, doktor nauklar yutgan bo'lishi mumkin, barcha insonlarda yutib chiqishi mumkin bu narsa. Kim o'ynasa. Va bu Amerikaga borib faoliyatini yurg'izadi-yu, o'sha faoliyatini yurg'izganda, ya'ni mana bitta yaxshi deydi, kardiolog deydi, Green Card'ga yutib chiqdi. Amerikaga borib faoliyatini yurg'izyapti. Faoliyatini yurg'izganda nima bo'ladi? Конечно, Amerikaning klinikasi nomer 1 dunyoga chiqishni boshlaydi. Va undan tashqari, Amerika davlatida Green Card'ga yutib borgan odamlar ish qilishadi, ya'ni bu fura track qolgan, ya'ni oddiy ishlarni ham hisobga olsa, oddiy ishlar bo'yicha ham bularning ekonomikasi ko'tariladi. Sabab nimagaki? Chunki Green Card'ga yutib borgan odam o'zini aholisiga qaraganda kamroq pulga ishlaydi. Bu davlatga ekonomik taraflama rivojlanishiga hissa qo'shiladi. Shuning uchun do'stlar, Green Card'da bu siyosatchilar tomonidan, kongress tomonidan, ya'ni bularni kongressda bo'ladi, o'ylab topilgan narsa, что Green Card'da odam Amerikaga yashab ishlash uchun beriladigan 10 yillik ruxsatnoma. Buni albatta hamma aytishadi, Donald Trump admin qilmoqchi, Donald Trump qilmoqchi diyor. Lekin men afsuski bir narsani aytaman, janob prezident Donald Trump admin qilmoqchi bo'lganlarida bunga sud ham hukm chiqarmagan, rad javobini berilgan. Va undan tashqari Green Card'ga etaylik taalluqli narsa kongress tomonidan bu narsa yo'q qilinmasa, u yerda faqatgina janob prezident Donald Trampga xohishlari bajo keltirilmaydi. Sababi nima? Chunki bu yerda boshqa kongress siyosatchilari ham ovozi inobatga olinadi. Shuning uchun Green Card'da admin uncha narsaga bo'lmaydi, ya'ni bekor qilib bo'lmaydi. Shuni ham hisobga olinglar. Va shu holatda yana aytib o'taman, janob Donald Tramp agar Green Card'da admin qilmoqchi bo'lsa, mana karantin vaqti esinglarda, karantin vaqtida janob Donald Tramp prezidentlik davrlarida Green Card'larning keysi qolib ketdi, lekin ma'lum bir miqdorga to'xtatildi, ya'ni muzlatildi. Bu narsalarni amalga oshirishlari mumkin, ya'ni bu vaqtinchalik muzlatib, to'xtatib. Bu degani ham bu 99.1%. Chunki nimaga? Kongress bunga ham rozi bo'lmaydi va sud ham hamisha bunaqa narsalar savollar ko'tarilganda Amerikan sudining o'zi ham rad javobini bergan. Shuning uchun Green Card o'ynayotgan do'stlarga bexavotir o'ynashinglarni ham maslahat beraman. Sababi bu narsa hali beri to'xtatilmaydi va bundan oldingi hozir joyida tushuntirib o'tdim, nimaga Green Card o'zi Amerikaga nima pluslari ham bor. Chunki plus taraflari juda ko'p. Bu davlatga siyosati taraflama ham, davlatni rivojlantirish taraflama ham. Undan yana tashqari Amerikaga mana ko'pchilik aytadi, Ibrohim aka, ha, Visa Story ham bor edi Amerikaga, Visa Story ham bo'lgani uchun men kirdim, lekin отказ berdi. Albatta отказ berishi mumkin. Chunki nimaga? Sizni o'sha kim qilayotgan bo'lsa, Visa Story'ni bu internetlarga tarqatib, ko'rsatib, reklama qilaveradi. To'g'ri, u o'zi uchun qiladi. Lekin o'sha odamning vizalarni konsulda ham ko'radimi? Konsulda qanaqa fikrda bo'lishi mumkin? Bu Visa Centerga bordi, Visa Story'larni reklama qilyapti. Значит, bu o'sha narsaga viza olishga tayinlanyapti. Может, meni aldaydi degan narsada shubhada qaraydi, и даже familiya ismingizni yopsa ham chiqqan davlatingizni ular fiksatsiya qilib turib, o'sha kim qaysi pasport? Chunki bitta siz bunchalik davlatga chiqmaysiz. Programma kamida 10 ta 15 ta odamga bo'ladi. Boshida 2-3 ta odam viza olishi mumkin, qolganlari уже откazman chiqishni boshlaydi. Nimaga? Chunki ular ham hammasi bilimiga ega va yuridik
Minskiyda juda kuchli bilimli insonlar o'tiradi, u yerda qabul qilinganda. Shuni hisobga olib qo'ying. Shuning uchun bizada mana Grant Vizada Telegram kanaliga kirgan bo'lsanglar, bizada eski muddat bilan vizalar qo'yiladi. Eski muddat bilan qo'yilishi sababi shundaki, odam chiqib ketib, уже borib olgandan keyin bemalol условияlarni qo'ygandan keyin qo'yiladi, bunga hech balo deyilmaydi. Yana bir narsani inobatga olinglar, mana O'zbekiston pasporti bu O'zbekistonning mulki hisoblanadi. Ya'ni bu davlatning mulki. Bilasizlar bu narsani. Takja Amerikani vizasi ham bu Amerikani mulki hisoblanadi. Bu narsani hech kim o'zidan o'zi tarqatib olishga haqqi yo'q. Mana bu ham katta minusga ega bo'ladi. Ya'ni siz viza olib chiqdingiz, bordingiz, viza bo'yicha sizga qilib bergan bola, "Voy, mana viza chiqdi" deb shu kunni zohotida qo'yib yubordi. Buni sizda elchixona chaqirib turib ham vizangizni atmay qilishi mumkin. Shuning uchun ham Grant Viza даже mana joylarini inobatga olgan holatda viza chiqqan mijozlarni ham biz albatta rasmini olamiz. Chunki bizani mehnat ketadi. Biza viza beradigan korxona emasmiz. Elchixonani qanaqadir aldaydigan, noto'g'ri odamni kirgizadigan, jinoyatchini jo'natadigan korxona emasmiz. Biz ofitsialniy qonun doirasida tadbirkor odamlarmiz, ya'ni viza olishiga yordam beruvchi korxonamiz. Ya'ni bu hujjatlar taraflama servis ko'rsatiladigan joy. Ya'ni hujjatlarni zo'r qilamiz, ya'ni bu hujjatli taraflama, suhbat taraflama, o'sha bilmagan narsalarni tushuntirib beramiz. Bu degani maksimal viza olish imkoniyatingizni yaratamiz, minimalni отказ olish imkoniyatingizni yaratib beruvchi korxonalardan birimiz. Nimaga odamlar bizga murojaat qiladi? Sababki shu biladi, shu mana shu insonlarga murojaat qilsam, mana hamma minuslarimni to'g'rilaydi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi va bu yo'l bilan viza olish imkoniyati menda bo'ladi. Va shuning uchun ham rezultatlarimizni mana aytadi-yu, mevasini ko'ramiz, har doim hosilimizni, bu rezultatlarimiz. Haftasiga bizda ham 20 ta 30 talab, bundan ham ko'p vizalar chiqadi amerikanskiga. No bilsanglar, даже men kim Telegram kanalimizda Grant Vizada bo'lsa, mana kanalimda bo'lsa ham uzoqdan ko'rsataman. Ya'ni mana deymani salbiy kitib qo'yaman, shu umuman ko'rmaslik uchun. No, lekin u haqiqiy viza bo'ladi, no ko'rsatishga meni haqqim yo'q. Nimaga? Chunki mijoz rozi bo'lmagunicha, o'zi mani olib qo'ying demagunicha, keyin bu narsa boshqa davlatda mulki hisoblanadi. Shuning uchun ham men ko'rsatmayman. Faqat mijoz rozi bo'lib, o'sha narsani bo'yniga olib, buni ko'rsatib, "Okey, men roziman" deganda ham ko'rsatma, unda ham qanaqa hamma nomerlarini o'chirib, hamma narsasini o'chirib tashlab, orqa data bilan chiqadi. Nimaga orqa data bilan? Chunki o'sha mijoz Amerikada bo'ladi, hammasi bo'ladi. Ya'ni o'sha hamma narsani asvoyib qo'ygan bo'ladi, o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Mana shu joylarga ham e'tibor beraman. Bu o'ylayman har bitta professional tarzda viza ishlaydigan odamni bu yo'li. Lekin mana reklama ko'radigan odam, u mana aytiladi-yu, 10 tadan bittasi reklamaga chiqdi degani bu xuddi shu gap bo'lib qoladi. Lekin professional odam hech qachon ko'p narsani ko'rsatib turmaydi. Sabab nimaga? Chunki bilasizlar, yaxshi doktorga reklama shart emas, o'zi keladi odamlar. Yomon doktor reklama bilan yashaydi. Shu joyni hisobga olinadi va odzivlar ham hisobga olinadi. Odzivlar ya'ni bu kommentariyalar. Albatta bilasizlar, shu biza sohada kommentariyalar juda boshqa даже raqobatchilarimiz o'ziga profil ochib ham boshqacha kommentariy yozishi mumkin. Men buni isqirt raqobat deb aytaman. Agar sal qo'pol gapirgan bo'lsam, uzr, isqirt raqobatchilikka kirgizaman. Raqobat aslida rezultat bilan bo'ladi. Qanchalik ko'p rezultat bo'lsa, shunchalik yaxshi. Keyin даже mana men ham boshqa vizaviy sentrlardan kelishadi, dokumentini zo'r qilgan vizaviy sentrlar ham bor, menga ham topshiryapti. Может, u vizaviy sentrni nasib qilmagandir olishi. Может, menda o'sha odam olib chiqadi viza. Olib chiqqanda ham men boshqa vizaviy sentrga unaqa isqirt raqobatchilik qilmayman. Sabab nimaga? Chunki uni ham men hurmat qilaman, chunki to'g'ri ish qilgan bo'lsa. Shunga yarasha men ham unga qilib beraman, u menda olib chiqdi. Men mijozga ham aytaman, "Oka, menda nasib qilibdi. Men sababchi bo'lishimga nasib qilgan." Chunki hammamiz ham bilasizlar, avvalambor Allohdan deymiz. Mana pasolstvoga mana shu narsalarga e'tibor beriladi. Konsulda faqatgina misol uchun yomon tarzda ham qaramaydi, chunki ular ham o'zining mulkini, hurmatini ushlab boradi. Shuning uchun ham men misol uchun mana elchixona xodimlari bilan ko'p gaplashaman. Nafaqat Amerika, balki boshqa davlatlar bilan ham. Shularning psixologiyasini olgan holatda men sizlarga kerakli informatsiyasini beraman. Endi keraksizini u to'g'ri tushunasiz, o'zim yopib qo'yaman. Kerakli informatsiyalarni mana aytib o'taman, shu odamlar nimaga e'tibor berish kerak. Undan tashqari Amerikaga mana vizaviy story bilan kirdingiz, ola olmadingiz. No, bez vizaviy story ham kirib odamlar olgani bor. Chunki men уже bu yerda aytaylik, bu sohada Grant Viza umuman brend bo'lganiga 10 yil bo'lyapti. Do'stlar, 10 yil ichida men bu sohani ko'rdim. Sohamda даже vizaviy storydan qaraganda vizasiz, istoriyasiz odamlar ko'p. Sabab nimaga? Chunki tomoni konsullar ham biladi. Bir xil pasport уже kiryaptimi, vizaviy istoriyasi почти bir xilmi, отличияsi, razницasi yo'qmi? Xo'ch bu Angliya bo'lmaydimi, xo'ch Kanada bo'lmaydimi, xo'ch Avstraliya bo'lmaydimi vizasi? Ularga farqi yo'q. Chunki hamma narsa bir xil standart bilan ketilyapti. Chunki ular ham biladi, O'zbekistonda, например, aytaylik, qonunni buzmoqchi bo'lgan odamni qanaqa o'ylashini biladi. Например, mana bitta odam aytaylik, Gentrasi bor. $15,000 например, Gentrasini 14 ming, $15,000 sotib oldi. Albatta $15,000 bilan xohlasangiz Angliya, Yevropa borib kela olasiz bemalol.
lekin u konsul bilmaydi-yu sizni qanaqa gostinitsada turganingiz, qanaqa o'tda sharoitda minimalizirovat qilib kelganingiz. Bu yerda hamma narsani boydek ko'rsatishadi, bir xil sistema qilib qo'yishadi. Shuning uchun ham konsullar undan ko'ra toza pasportga berishni boshlaydi. Sabab nimaga? Ito bilan rostini aytayapti deydi. Chunki posolstvada aytiladi-yu, yolg'on gapirayotganingni bittada bilib oladi. Va qanaqa bilib oladi? Ular chisti psixologiya. Oddiy sizga qarab ham shuni salom alaykum qilganingizdan o'sha qanaqa do'dirayotganingizni, qo'llaringizni mimikasiga, keyin olib kirayotgan variantingiz, mana eng kerakligi joyi olib kirayotgan variantingiz. Mana 19-20 yoshli bolaga vizaviy story qilib turib, turizmga topshirib olib bo'lmaydi-ku, chunki bu yosh bola hali. Ya'ni Amerikan tilida Amerikani balog'at yoshi 21 yoshda hisoblanadi, ofitsial o'zi. Ular tilida hali bu balog'at yoshiga yetmagan o'smir yoshda deb hisoblashadi. O'smir yoshli bola millioner bo'lsa ham bu narsani olib turib, mana Amerikaga men kiraman, vizaviy story ham borsam, ular kerak bo'lsa atkazini beradi. Eng bitta narsa oling, mana nimaga Amerika elchixonasida boshqa elchixonalardan bitta farqi bor. Ya'ni siz Yevropadan atkaz olsangiz, Yevropani atkaz qog'ozini apellyatsiya, ya'ni qayta ko'rib chiqishga topshirsangiz bo'ladi. Amerikanskiy konsullarni hech qachon fikrini qayta topshirishga, ko'rib chiqishga topshira olmaysiz. Sabab nimaga? Chunki bularda qonun qoida shunaqa. Har bir konsul o'zini fikriga ega va u fikri uje muhokama qilinmaydi degan qonuni bor. Lekin bitta yaxshi tarafi ham bor. Mana siz birinchi safar kirdingiz posolstvoga, bitta konsuldan atkaz oldingiz. O'sha konsul 6 oy sizdan suhbat olib bormaydi. Uni shunaqa qonun qoidasi bor. Keyingi safar siz tushsangiz, o'sha boshqa konsulga o'tkazadi. Agar o'sha konsul yana bor bo'lsangiz, yo'q, men sizdan suhbat qilgan ekanman, boshqa konsulga o'ting deydi. Buni nima yaxshi tarafi bor? Boshqa konsul bularda har bitta konsuli o'zini fikriga ega. O'zini fikri bilan atkazib beradi, o'zini fikri bilan viza beradi. Shuning uchun boshqa konsul buni fikriga atkazib beribdi degan qaramaydi. U o'zi siz bilan boshqadan suhbat qiladi. Bu degani sizning yana bitta imkoniyatingiz bor degani. Bu tarafda mana bularning imtiyozi mana bu tarafda bo'lmasa, bu yoq tarafida bor. Shuning uchun ham bu bilan nima demoqchiman? Variant aytdimmi boshida? Hozir mana shu gapimni. Variantni to'g'ri tanlash kerak, yoshga mos tanlash kerak. Nimaga aytdim 19-20 yoshliga vizaviy story turizm qilib topshirib bo'lmaydi dedim. Bu bekorga emas. Ularga nima topshirib bo'ladi? 19-20 yoshli qanaqa yoshda? Bu o'qish yoshida. O'qishga topshirsa bo'ladi. Bu ya'ni til kursi, til o'rganishga, bakalavr, magistratura, har xil Samarqand programmalari bor. Shularga topshirsa bo'ladi. Tilni bilmasa, undan yana boshqa programmalar bor. Ularga topshirsa bo'ladi. Tilni bilmasdan turib ham. Shu studentskiy programmalarga. Ya'ni unda imkoniyati bo'ladi. Chunki nima, yoshiga yarasha to'g'ri variant topib kirayotgan bo'ladi. Amerikaga umuman viza olmoqchi bo'lganingizda variantingizga e'tibor berishingiz kerak. Yoshingizga o'zingiz kelib chiqayotgan holatingizda aytilayotgan variantni qanaqa qilinishiga e'tibor bersangiz, ana o'shanda viza olish imkoniyatingiz oshadi. Bu kichkina lifehack sizlardan maslahat bo'ladi. Nimaga? Ko'pchilik ham mana bor pulini vizaviy storyga ishlatib, lekin ertaga viza olmagandan keyin bu juda ayanchli holat, chunki kamida 5 ming, 10 ming dollar ketib bo'lgan bo'ladi. Lekin afsuski o'sha sizga aytgan odamga borsangiz, "Aka, mana o'sha davlatga chiqib zato aylanib keldingiz" deydi. Bu bir xil vizaviy sentrlarni qo'shimcha puli hisoblanadi. Mana aytishadi-yu, "Voy, qanaqa qilsa bo'ladi? Hamma minus topishadi, o'zini varianti." Bu degani, misol uchun ko'pchilik vizaviy sentr 10 talab, 20 talab klient ola olmasa, bitta klientdan o'sha 10 ta pulini chiqarishni xohlaydi. Ya'ni vizaviy story quradi, no ichida o'zini uslugasi ham bo'ladi, tushunasizmi? O'shanda mana 5 ta davlatga qilsa, ya'ni bitta klientdan 5 ta davlat uslugasini olib hisob bo'ladi. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Mana har bitta narsani o'ziga yarasha tangani bir yoq taraf bo'lsa, ikkinchi tarafi ham bor deganda. Ammo variantlarni aytganimda esa bu narsaga любой odam soglasiya qila oladi. Nimaga? Chunki siz pravaga o'qimoqchi bo'lsangiz, BC olmoqchi bo'lsangiz, o'shani talabiga to'g'ri javob bera olasiz, to'g'rimi? Mana o'sha talabiga siz o'zingiz yoshingizga qarab, sharoitingizga qarab talabiga to'g'ri beradigan narsaga topshirsangiz, u narsani asparlik qilib bo'lmaydi. Chunki nimaga? Amerikanskiy posolstvoga bu hamma soglasiya qiladi, что toza pasportga viza beradi. Do'stlar, bu narsani hech kim inkor qila olmaydi. Shuning uchun do'stlar, har doim mana sizga Amerika haqida ozgincha ma'lumot berdim. Bemalol grant vizaga kelib ham bu men o'zim reklama qilmayman, prosta aytayman, chunki bu meni soham, murojaat qilsanglar bo'ladi, nomerni yozib qoldiraman. Undan tashqari yana bir narsa, bizda mana ko'pchilik so'raydi, "Aka, Amerika, Yevropada borib qancha pul ishlab topsam bo'ladi" deydi. Men bir narsa aytaman, bizda o'qish ham ochildi. Tim bo'li o'qishimizda kasb tanlash bo'yicha. Do'stlar, bir narsani bilinglar mana. Kasbga tanlash o'qishda bir narsaga e'tibor beringlar. Odamni kasbi bo'lsa, ota-bobolarimizning gapi bor. Erkak kishiga 40 hunar oz. Ya'ni bu kasb, bu hunar. O'sha hunar bilan hech qachon odam nonsiz qolmaydi. Hozir bizda bu narsa bor. O'zbek xalqida umuman bu narsa bo'lgan. Sovchi kelganda odam har doim ota-ona kuyov bolani kasbini so'raydi, qiz uzatayotgan taraf. Nimaga?
Bu yerda bitta psixologiya o'rganadi. O'sha kasbi bo'lsa, qizim och qolmaydi degan. Shuning uchun ham biz o'qish ochdik nimaga? Kasbga tayyorlab, undan tashqari yana qo'shimcha Yevro standartdan sertifikatdan o'tgan holatda sertifikat berib, qo'shimcha yana diplom berib va undan tashqari yana bitta zo'r tarafi bizda katta kompaniyalar bor. Yevropaga hozir kadr yetishmovchiliklar ko'p. Bu nafaqat Yevropa, Amerika, Kanadaga. O'shalar уже chiqyapti, aloqaga so'ralyapti. Kanalimda bo'lsanglar, Grant Visa kanalida bo'lsanglar, bilasizlar, что har haftani bir kunini biz mana shu kechasi chiqamiz. Uni men do'malov video qilib joylab boraman. Uni ko'rsanglar ham bo'ladi. Va yana bir narsani bilinglar, o'sha odamlar bizdan ishchi so'rayaptimi? Demak, ular ham u narsaga chanqolsizlar. Mana shu kasb o'rganib turib borsanglar, sizlar xohlagan summani albatta topa olsanglar bo'ladi. Даже может undan ko'p ham zo'r sharoitda qilsanglar bo'ladi. Chunki nimaga? Hamma tarafda o'ziga kerakli xos kasbchi, hunari bor odamlar hammaga qiziq bo'ladi. Har doim va hamisha bu bo'lib kelgan. Shuning uchun o'qishingizga ham marhamat, bemalol kelib o'qisanglar bo'ladi, bitirib, keyin biz ish beruvchini topib, gaplashtirib va ketishingizni через migratsiya agentlik qilamiz. Chunki mana hozir bu yerda qo'yib o'taman. Migratsiya agentlik bilan ham hamkorligimiz bor. Shuning uchun do'stlar, Yevropaga ham mana osonlashdi. Undan tashqari Amerika, Kanada, Yaponiya, Yevropa ID kartalari, vид на жительстволari, Yevropada firma ochish, VNJsini olish, undan tashqari VNJsini o'zini olish, hamma variantlar. Amerikada imущество olish, Amerikaga o'qishga borish, Kanadadan imущество olish, hamma davlatda hamma vizalarini biz ishlab kelamiz. Buni ko'pchilik bilmasdir. Shuning uchun bemalol ofisimizga kelib konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Ofisimizda konsultatsiya bepul do'stlar. Shuning uchun hozir даже bizning mijozlarimizdan ham bir ozgincha life hack sifatida video qo'yib ketaman. Bir Grant Visa markazida vizalar chiqishi davom etyapti. Grant Visa jamoasiga kattakon rahmat. Servis a'lo darajada xizmat ko'rsatinglar. Rahmat katta. Do'stim bilan birga keldik, birga topshirdik. Do'stim ham oldi, men ham oldim viza. Hamma mijozlarga tavsiya etaman Grant Vizani. Hamma ishlarimizni bexato bajardinglar. Kanada interesiz bo'lgani uchun Kanadaga topshirdim. 2 oy 15 kun viza chiqdi. Hammaga tavsiya qilaman. Grant Visa ishonchli, aldov yo'q. Ya'ni kompaniya tanlayotganingizda ham hujjat bo'yicha topshirishga odzivlarga ahdlarni e'tibor beringlar. Har bitta reklamaga e'tibor berib ketavermanglar. Bu reklama nimaga beriladi? Mahsulot sotish uchun beriladi. Odziv bu уже ular bilan ishlagan odamniki bo'ladi. Shuning uchun mana biz har bitta odzivga e'tiborli bilan qaraymiz va har bitta mijozga lично men o'zim shaxsan buni Muhammad ukam bilan odzivlarni, kommentlarni ko'rib chiqamiz va har bitta odamga individual tarzda qaraymiz. Har bir insonni ishi bizani har doim kechasi tekshiruvimizdan o'tadi. Shuning uchun do'stlar, biz har bitta narsaga individual yondashamiz, professionalizm oshiramiz. Bemalol viza vopros bo'yicha Grant Vizaga murojaat qiling. Bizda ham chunki haftasiga 10 talab, 20 talab, 30 talab, даже 40 talab viza chiqqan kunlari bo'lgan, 50 talab ham chiqadi. Bu yerda bemalol aytib o'taman, professionalizmni qanchalik oshirsa, shunchalik kerak bo'lsa 10 tadan 10 ta odamga ham viza olib beradigan korxona bo'ladi. To'g'ri, avvalambor viza bizga garantiya bermaymiz 100%. Bu konsulga bog'liq. No, bizning professionalizmimiz o'sha qanaqadir joyiga yordam berib o'tib ketadi. Shuning uchun ham qanchalik odam o'z ustida ko'p ishlasa, tomon 10 tadan 10 ta odamni ham oldirish mumkin. Bu avvalambor Allohda, zato yaxshi niyat qilib, yaxshi harakat qilsa rezultatga erishadi. Shuning uchun mana bizda darslarimizni ham har xodimlarga o'tamiz. Darslarimizni ham ko'rasiz mana. Amerikadagi kompaniyalar o'zini dilleri bilan faqat ishlaydi. Oddiy mana internetdan chiqsanglar bo'lmaydi. Work and Travel kimdir tushunmasa tushuntirib beraman. Work and Travel bu studentskiy programma. Ya'ni Singapurskiy Westminsterda o'qiydigan bolalar bilasizlar, kimdir tushunsa kerak, ular 3 oy yoz Amerikaga borib ishlab keladigan programmasi. U через sponsor orqali qilinadi. Ya'ni Amerikada sponsor kompaniya bo'lishi kerak. Xuddi bizning Gross Insurance sug'urta deganda bitta страховая kompaniyasi bo'ladi. Darslarimizni ko'rganingizdan keyin mana o'shanga уже o'zingizlar ham ishonch hosil qilsanglar bo'ladi. Что biza soniga emas, sifatida ishlaymiz. Soni ko'p bo'lmaydimi bizga? Biz soni ko'p bo'lsa ham sifatini qilamiz. Bu maqtash emas o'zlarini, bu 10 yil уже tajribadan kelib chiqqan holatda. Men o'ylaymanki, Green Card Amerika vizasi bo'yicha va Yevropa vizalari bo'yicha ham juda zo'r ma'lumotlarni hozir YouTube kanalimga joyladim. Va yana bir narsa aytib qo'yaman, kimda kim Green Card YouTube chiqqan bo'lsa, uni bizga ham kelib topshirsanglar bo'ladi, chunki mana Green Cardchilarning ham odzivlari shu yerda bor. Green Cardda yutuvchi o'rtoqlar, firma tanlashda adashmaslik kerak. Oldingi yutuq sohiblari bilan men xabarlashganimda menga Grant Vizani tavsiya qilishdi ular. Shu yerga keldim. Bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi. Men hech qanday norozichilik ko'rmadim sizlardan. Grant Visa dokumentlarni yaxshi qilib berdi. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Green Cardda sohibi bo'ldim. Keyin Grant Vizaga kelib dokumentlarni to'ldirdim. Grant Visa YouTube'da tekshirib yurardim. Ishonch bilan kelib Grant Vizaga dokument qildik. Mana inshaalloh oldik. Dokumentlar
umuman kamchilik yo'q, muammosiz hal bo'ldi. Bu reklama sifatida aytmadim. Bu reklama ham tushunsangiz bo'ladi. Men o'zimni maqtaganim yo'q. Bu bor haqiqat dedim va xizmatlarimni aytib o'tdim. Grand Vizaga murojaat qiling va orzungiz kabi bir qadam bosing. Hammaga rahmat do'stlar. Keyingi YouTube videolarimda uchrashgunimcha rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.